Assalomu alaykum. Bugun bizda yangilangan Kia Carens o'ta zamonaviy, oila va biznes uchun juda ham qulay avtomobil. Bu yangi avlod oilaviy crossvan bo'lib, shahar, oila va sayohatlar uchun yaratilgan. Keling, nima o'zgarganini ko'rib chiqamiz. Yangilangan Kia Carens bu oila uchun kenglikni xohlovchilar va shu bilan birgalikda shahar formatiga mos tushuvchi avtomobilni izlayotgan do'stlarimiz uchun. U shahar ichida va uzoq masofalarga sayohat qilishda ham birdek qulay. Carensning yangi tashqi ko'rinishi zamonaviyligi bilan darhol ko'zga tashlanadi. Kia'ning o'ziga xos uslubi, vertikal LED chiroqlar va yorqin yorug'lik grafikalari mashinani shahar ko'chalarida barchadan ajratib turadi. Old qismida yangilangan bamper, vertikal optika va yanada zamonaviy yorug'lik grafikasi. Orqa tomonda esa yangicha LED chiroqlar tufayli yanada zamonaviy ko'rinishga ega bo'ldi. Yangilangan Carensning eng muhim jihati kenglikni o'zida saqlab qolgan. Salon ichida 3 qator o'rindiq mavjud bo'lib, barcha yo'lovchilar uchun yetarlicha joy ajratilgan. O'rindiqlar joylashuvi kattalar uchun ham, bolalar uchun ham qulaylikni saqlab qolgan. Panoramali displey, katta panel va multimedia tizimini birlashtirgan. Aytgandek, bundan buyon multimedia tizimi o'zbek tilida ham mavjud. Jihozlanish darajasi bo'yicha yangi Kia Carens sizni hayratlantiradi. Avtomobilda 8 ta karnayli premium Bose audio tizimi o'rnatilgan. Kalitsiz kirish ham imkoni bor, ya'ni besключевой достуp va start-stop tizimi ham mavjud. Qo'shimcha qulayliklar uchun old o'rindiqlarning ventilyatsiyasi ham bor. Ayniqsa bu kundalik hayotda issiq ob-havoda juda ham foydali opsiya hisoblanadi. Yangilangan Kia Carens 2 xil turdagi dvigatellarda taqdim etiladi. 1.5 MPI, ya'ni atmosferli dvigatel kundalik xotirjam safarlar uchun ishonchli variant. Ammo 1.5 turbo GDI dvigatel esa yanada dinamik va ishonchli haydash uchun mo'ljallangan. Yangilangan Kia Carensda xavfsizlikka juda ham katta e'tibor berilgan. Ayniqsa haydovchi uchun yaratilgan yangi zamonaviy qulayliklar alohida e'tiborga loyiq. Bular to'qnashuvlarning oldini olish tizimi, harakat chizig'ida ushlab turish, stop and go funksiyasiga ega intellektual cruise control, ayniqsa ko'rinmas hududlar nazorati va 360 graduslik kamera. Ushbu texnologiyalar sayohatingizni shaharda ham, trassada ham yanada xotirjam va xavfsiz qiladi. Yangi Kia Carens bu zamonaviy dizayn, kenglik va eng so'nggi texnologiyalarni o'zida uyg'unlashtirgan crossvan. Kia Carens kundalik hayot va sayohatlar uchun universal avtomobil izlayotganlarga ajoyib tanlov.